Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Boshdan kunlaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan shu yordam qiling. Men Kamina Bobur Egamberganov. Xudo xolasa sizlarga endi menimcha ko'pchilikda bo'ladi milliy holatlar. Uy-joy bo'lgandan keyin kanalizatsiya bo'ladi обязательно. Sizlar shuni yechimini topdik. Og'am shunday xizmatlarni qilib yuribmiz, yangiroq o'ylab dedilar. Endi shuni bir sizlarga ko'rsatib berajakman. Endi shunday mashina bo'ladi ekan. Og'am necha xizmatlarni qilasiz endi? Bizda kanalizatsiya tozalash xizmati, tualetlarni tozalash xizmati bo'ladi. 1 metrdan 50 metrgacha bo'lgan masofada kanalizatsiyani bemalol olib faqat bilamiz. Bo'ldi. Shunda size masalan uy-joy, milliy to'yxona bo'lsam farqi yo'q hali. Bo'ldi, ketaveradi. Bo'ldi. Mana og'amning ekranda nomerlari bo'ladi, bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Xudo xolasa so'nggi haftada qilib beramiz dedilar. Bugungi xizmatingiz beri o'xshagan yo'llash so'rayman. Yana. Xudo xolasa bugun yo'llash usta so'rayman. Assalomu alaykum og'a. Shunaqa gaplar, ekranda og'am nomerlarni qo'yib o'taman, bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Og'a, lekin meni podpисчиklarimga kelishtirib qaytib vaziyatini qilib berasiz. Bo'ldi, shunda 1 metrdan 50 metrga bo'ladi. Kanalizatsiya xizmatlaringiz endi qarang. Hozir sizga 3-4 kun chiqish mumkin. Bir mashina bormi yana? Yo'q, mashina ko'p. Ha, mashina bor. Bo'ldi. Bemalol murojaat etaverasizda, uni uchirit, elab yurish, shunday narsa yo'q sizda. Bevoy vaqt aytdilar, borasiz. Bo'ldi. Bemalol bog'lanasizda, xudo xolasa men aytib qo'ysangiz, chiroyli narxda qilib beradilar. Yana. Bugun xudo xolasa yo'ldosh usta saroyida ekanlar. Ko'rarsiz, kimga qiziq bo'lsa, bog'lanib, ana bemalol kanalizatsiya bo'ladi bo'lsa, og'amga murojaat etsangiz bo'ladi. Ekranda nomerlar.